Ustoz ko'pchilik so'rayapti, motor qizdirish kerakmi, qizdirish kerak emasmi? Xuloq qildinglar borib. Sovutishda deguncha qizdirish va qizdirmaslik savol chiqaveradi. Sizlar motorni qizdirmasdan haydanglar, biz kirsovundan ham bunaqa smaska qilib turib, motorlarni remont qilib beramiz. Nimaga buni kirsovundan remont qilishimizni videoning oxirida aytamiz. Qaranglar, qizdirmasanglar, mana alyumin portion bo'ladi. Bu blok alyumin bo'ladi. Gilzaning orasida ishlaganda minus haroratda faqat bu qotib qolganda temir-temirga ishqalanish kuchli bo'ladi-da. Keyin bu sinib ketib, mana shunaqa motor uxlashi oqibatiga olib keladi. Katta rasxodga tushasizlar. Kirsovunni nimaga o'zi remont qilamiz, okey? Bu boltni moylab qotirsa ham bo'ladi, lekin alyumin bloklardan moylab qotirsa, blok ichidan moy qolib ketib, havo qolib ketib, tirishini berish mumkin. Ham yumshoq qotadi, ham yaxshiroq qotadi, keyin qirsillagan o'tlar ham chiqmaydi. Demak, bolt ham sinib ketmas ekan, zo'r qotar ekan-da. Alyumin blok ham sinib ketmaydi, motor zo'r remontdan chiqadi. Xullas, bir xil o'ylar ekan, qizdirish temasida mashinadan zavod qilaman, shoshilyapman, gazni bosib 2000-3000 оборотda pechkadan issiq havo chiqsin, haydab ketaman, qizdirar ekan. Bunaqa holatda motorlar ketib smaska qilib, motor remont qilib beramiz. Unaqa qilmaylar. Mashinani zavod qilgandan keyin o'zini оборотida birda mashina 1 daqiqa tursa, keyin bemalol haydab ketaverasizlar. Iloji boricha bu videoni mashinasi bor tanishingizga jo'natib qo'ying, bitta like bosib qo'yib, profilga obuna bo'lib qo'ysangiz foydali ma'lumot eshitib turamiz.